Bruyge bugun 3 ta gol urdi. Bu seni hayratga soldimi? Yo'q, biz ularning juda kuchli jamoa ekanini bilardik. Ayniqsa o'z maydonida. Ular juda baquvvat jamoa va bu stadionda o'ynash qiyin. Ammo shunday, agar sen 3 ta gol o'tkazsang, g'alaba qozonish oson emas. Iltimos, birinchi goling haqida aytsang. U juda chiroyli chiqdi. Oxirida qo'limdan kelgancha yaxshisini qilishga urindim. Bu juda tez rivojlangan hujum edi. Esimda, Fermin to'pni oyog'ining orqasi bilan menga uzatdi. Men to'pni nazoratimga oldim va bu hujumni yaxshi yakunlashga harakat qildim. Lekin baribir g'alaba qozona olmaganimiz juda afsuslanarli bo'ldi. Keyingi safar albatta g'alaba qozonamiz. Bu golning menga Barselonaning bir sobiq futbolchisini eslatdi. Kimligini bilasanmi? Yo'q, kim? Lionel Messi. Yo'q, u bunday gollardan mingtasini urgan. Men o'zimni u bilan solishtira olmayman. Faqat o'z yo'limda rivojlanishni istayman va shunday ko'plab gollar urishga umid qilaman. Matbuot sen haqingda juda ko'p yozmoqda. Hozir o'zingni qanday his qilyapsan? Juda yaxshi, xotirjamman. Rostini aytsam, maqolalarni o'qimayman. Mening jarohatim haqida, go'yo men tushkun holatdaman degan gaplar chiqdi. Bularning hammasi yolg'on. Har doim baxtiyor bo'lganman. Faqat o'z ishimga e'tibor berganman. Yana formaga kirish, shu darajada o'ynash uchun mehnat qilganman. Chunki aynan shunday o'ynaganimda o'zimni eng yaxshidek his qilaman.